Rasululloh aytganlar, kim bomdod namozini jamoat masjidida o'qib, quyosh chiqqungacha o'rnidan siljimasdan zikr qilsa, quyosh chiqqandan keyin 2 rakat ishroq namozi deydi. 2 rakat namoz o'qib uyga qaytadigan bo'lsa, o'sha banda hajni savobini olib qaytadi uyiga degan Rasululloh. Ha, siz bilan men nima qilyapmiz? Bomdodni zo'r uyda o'qiyapmiz-da, shu ikkinchi salomni yostiqning ustida beryapmiz. Ha, u bomdoddagi zikr qani? Ulug'lar nimaga quyosh chiqishida hadikda turishgan? Nimaga desa, ularni o'y sanosida qiyomat bor edi. Ular oxiratni o'ylashardi. Ular oxiratdan qo'rqishardi. Hisob kitob kuni kelib qolishdan qo'rqishardi. Amallari lekin juda ko'p edi. Amallari, ibodatlari siz bilan mendan ko'p edi. Lekin siz bilan men amallarimiz oz, ibodatlarimiz oz, kerak bo'lsa 5 vaqt namoz farzni o'zi ham yo'q. Lekin juda xotirjammiz qiyomatdan.